Xijolat chekishlik bu masalada otalar bir juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Mana endi xijolatchan, uyatchan bola, tortinchoq bola, oshiqcha tortinchoq bola o'zi tanimagan biror odamga borib dadil gapira olmaydi. Doim xijolat chekadi, tortinchoq. Bu kasallik birodar. O'z-o'zidan ma'lum, hayo bilan tortinchoq bo'lishning farqi bor. Hayo birodarlar iymondan. Hayo bu zo'r fazilat. Ammo uyatchan bo'ling, tortinchoq bo'lishlik, bo'ynini qisib qolishligi bu bolalardagi nuqson hisoblanadi. Bolasini begona odam uyiga olib borsa, begona o'zi tanimagan odamlarning orasida bola gapira olmaydi. Biror bir savolga ham javob bera olmaydi, salomlasha olmaydi, jur'ati yetmaydi. Bu otani qilgan xatosi. Bu uyatchanlik vaqtida davolanmasa, shu bola bilan birga ulg'ayadi. Shu holatda, shu uyatchanligi bilan ulg'ayadigan bo'lsa, katta bo'lganda ham jur'atsiz inson bo'ladi. Uyatchan bo'ladi. To'g'ri kelgan odam boshqarib ketaveradi. O'zini mustaqil fikri bo'lmaydi. O'rni kelganda yo'q deyishga quvvati yetmaydi. Chunki yurak shu bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Chunki ota shunaqa qilib qo'ygan. Sokavergan, uravergan, bir ish qilsa xato qilsa sokavergan, hali bola xato qilmasdan jim turishlikni salomatlik deb biladi-da. Boshqonni odam bo'lmaydi, gapirgan gapini qarab mana qarab. Tuppa-tuzuk bolani aql qil. Bilmay xato qildi, tuzatib qo'y shu narsani ota. Agar sen bolangni ruhiy tarbiyasiga e'tibor bermasang, kim e'tibor beradi? Seni bolangga-ku bu. Maktabga borsa, yaxshi o'qimagani uchun Turkiyada o'qituvchisidan. O'rtoqlar ikkita yuzidan kulsa, uyga kelganda sen so'ysang, onasi so'ysa, nima qilsin bu bola? Yine o'zini dunyosiga shunday kirib berkin boladida hech kim bilan ishi yo'q, tortinchoq, shunday bir jur'atsiz bola bo'lib qoladi. Demak, yosh katta bo'lganda ham bir insonning uyatchan bo'lishi, tortinchoq bo'lishi, xijolat cheka oladigan bo'lishligi yoshligidagi uyatchanligiga, yoshligidagi kasalga borib taqaladi. Insonga fazilat hisoblangan hayo bilan kamchilik hisoblanadigan uyatchanlik, tortinchoqlikning o'rtasida albatta katta farq bor. Hayo iymonda. Gunoh qilgani Allohdan uyalishlik bu hayo. O'ziniki bo'lmagan narsani olib o'ziniki qilib olishlikdan uyalishlik bu hayo. Hayo bu iymon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayh bo'lgan hadis: Al-haya'u wal imanu qarna jami'an. Fa idza rufiya ahaduhuma rufiya al-akhar. Albatta hayo va iymon barchasi bir-biriga yaqindir. Bittasi ko'tarilsa agar, ikkinchisi ham ko'tariladi. Insonda hayo bo'lmasa, unda iymon bo'lmaydi. Hayo iymon, iymon hayo. Biz uyatchanlik, bo'yni qisiqlik, tortinchoqlik bilan hayoni aralashtirib qo'ymaydik. Iza lam tastahi faf'al ma shi'ta dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Imom Buxoriy keltirgan hadis. Agar uyalmasang, xohlaganingni qil. Bu hadisni ikki xil ma'nosi bor. Hisob-kitobdan, jazodan uyalmasang, odamlardan uyalmasang, xohlaganingni qil. Ya'ni odamlar masalan espas odam bir ayb ish qilsa, unga parvo qilishmaydi. Bu esi yo'q deb qo'yadi. Chunki shariatda esi yo'q jinni, majnun odamga taklifot qo'yilmaydi yelkasiga. Bu jinni bu, bo'ldi avf qilinaveradi. Endi odamlardan ham hayo qilmayaptimi bir ayb ishida? Demak bunga bo'laveradi degan. Menga bo'laveradi, men qilaveraman men. Kim nima deydi? To'ppa-to'g'ri, qilaver. Chunki seni chizig'iga o'tkazib qo'ydi odam. Ikkinchi ma'nosi, agar qilayotgan ishingda Allohdan uyalmasang, hech kimdan qo'rqmay qo'yaver. Chunki sizni hech kim ko'rmayotgan paytda gunoh qilishdan nima to'sadi? Hayo to'sadi. Kimdan bo'lgan hayo? Odamlarning oldida ulardan bo'lgan hayo sizni to'ssa, hech kim yo'q bo'lgan joyda gunoh qilishdan Robbingizdan bo'lgan hayo to'sadi. Demak, birodarlar, hayo bilan tortinchoqlik ikkita boshqa narsa.